Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik xizmat fanidan psixologik xizmatni tashkil etish jarayonida psixoterapiya usullari mavzusini ko'rib chiqamiz. Taqdimotimizda asosiy adabiyotlar, qo'shimcha adabiyotlar, internet saytlari hamda tayanch iboralar mavjud. Mavzu yuzasidan rejamizni ko'rib chiqamiz. Birinchi rejamiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik xizmatning asosiy vazifalari. Ikkinchi rejamiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qo'llaniladigan psixoterapiya usullarining ahamiyati. Uchinchi rejamiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixoterapiya usullari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik xizmatning asosiy vazifalari. Bu bolalarning emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy moslashuv jarayonini yengillashtirish, xulq-atvor buzilishlarini erta aniqlash va korreksiya qilish, ota-onalar va tarbiyachilarga psixologik pedagogik yordam ko'rsatish, stress, qo'rquvlar, agressiya, uyatchanlik kabi muammolarni bartaraf etish. Bu jarayonlarda psixoterapiya usullari bolaga zarar qilmaydigan, yumshoq va yoshiga mos shaklda qo'llaniladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qo'llaniladigan psixoterapiya usullarining ahamiyati. Maktabgacha yosh bolada shaxsiy sifatlar, emotsional barqarorlik, ijtimoiy xulq-atvor, nutq va fikrlashning jadal rivojlanish davridir. Shu sababli ta'lim jarayonida psixologik yondashuvlardan, ayniqsa psixoterapiya usullaridan foydalanish juda muhimdir. Psixoterapiya usullari bolalarning ruhiy holatini sog'lomlashtirish, emotsional muammolarni bartaraf etish hamda ularni ijtimoiy hayotga tayyorlashda samarali vosita hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qo'llaniladigan psixoterapiya usullari emotsional rivojlanishni qo'llab-quvvatlashdagi ahamiyati, ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish, xulq-atvor muammolarni korreksiya qilishda, bolaning o'z-o'zini anglashini rivojlantirish, ota-ona va bola o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash hamda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixoterapiya usullaridan foydalanish bolalarning ruhiy, emotsional va ijtimoiy rivojlanishini har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi. Shu sababli tarbiyachilar va psixologlar zamonaviy psixoterapiya uslublarini bilishi, ularni amaliyotga to'g'ri tatbiq etishi juda muhimdir. Psixoterapiya usullarining maktabgacha yoshdagi bolalarda abstrakt fikrlash hali to'liq shakllanmagan. O'yin faoliyati yetakchi faoliyat hisoblanadi. His-tuyg'ulari tez o'zgaruvchan, gapirganidan ko'ra o'ynab, tasvirlab ifodalaydi. Maktabgacha ta'limda psixoterapiyaning ko'rgazmali, o'yin, tasviriy, ijodiy shakllari eng samarali sanaladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixoterapiya usullaridan art terapiya, ezoterapiya, musiqa terapiyasi, qum bilan davolash, ertak terapiyasi, biblioterapiya, qo'g'irchoq terapiyasi, kinoterapiya va o'yin terapiyalaridan iborat. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qo'llaniladigan psixoterapiya usullarining vazifalariga diagnostika, tuzatish, psixoterapiya va rivojlanish kiradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qo'llaniladigan psixoterapiya usullaridan art terapiyani ko'rib chiqamiz. Art terapiya atamasi 1938-yilda britaniyalik rassom, yozuvchi, art terapevt, pedagog Adrian Hell tomonidan kiritilgan. Dastlab badiiy davolanish sxemasi avstriyalik mashhur faylasuf, psixolog va psixiatr Zigmund Freud, germaniyalik psixolog va psixiatr
Karl Gustav Jung, amerikalik psixolog Maslow Abraham Harold kabi taniqli shaxslarning nazariyalarida taqdim etilgan. Ammo amalda faraziy modellar faqat 20-asrning 30-yillarida qo'llanila boshlandi. Shunga o'xshash tuzatish usuli urush tugaganidan keyin AQShdan Germaniyaga ko'chib ketgan bolalarni davolashda qo'llanila boshlandi. O'sha paytlarda art terapiya stressni yengish va fashist lagerlarida bo'lgan davrda olgan jarohatlariga qarshi kurashning yagona yo'li bo'lgan. Art terapiyaning asosiy maqsadi. Art terapiya bolalarning ichki muammolariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Qo'rquvlarini, xohish-istaklarini va maqsadlarini anglashni, ularni mavjud bo'lgan ijodiy yo'llar orqali ifodalashni o'rgatadi. O'tkazilgan tajribalar ijobiy natija bergan. Shuning uchun art terapiya davolashda tobora ommalashib bordi. 1960-yilda Amerikada art terapiya assotsiatsiyasi tashkil etilgan. Bugungi kunda art terapiyaning deyarli barcha turlari psixoterapiyada keng qo'llaniladi. Bunday usul odamga ko'p muammolarni tushunishga va hal qilishga, shaxsiyatning yangi qirralarini ochishga imkon beradi. Psixoterapiya usullaridan ezoterapiya, ya'ni rasmni ko'rib chiqamiz. Rasm usulini ko'rib chiqamiz. Rasm chizishga kishiga chuqur mojarolarni, g'azab, tajovuz va umidsizlikni yengish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, ko'nikish hissini yuzaga keltiradi. Navbatdagi psixoterapiya usullaridan musiqa terapiyasi. Bu musiqa, ovoz va ovozlardan foydalanib, insonning emotsional, ruhiy, jismoniy va ijtimoiy holatini yaxshilashga qaratilgan usuldir. Musiqa terapiyasining vazifalari bolaning emotsional holatini muvozanatlashtirish, agressiyani kamaytirish, tinchlantirish, ritm eshitish va sensor rivojlanishni qo'llab-quvvatlash, stressni pasaytirish, guruh bilan hamkorlikda harakat qilishni o'rgatish. Musiqiy terapiya musiqa orqali bolalarning emotsional holatini tartibga soladi. Amaliy shakllari musiqaga mos harakatlar, raqs, musiqa tinglash orqali tinchlantirish, ritmik mashqlar, oddiy bolalar cholg'ularida ijro. Navbatdagi psixoterapiya usullaridan qum bilan davolash. Qum potensialidan foydalangan holda terapevtik ishlar bola rasmlarni, figuralarni yaratadi. Qum terapiyasining vazifalari travmatik his-tuyg'ularni xavfsiz shaklda qayta ishlash, qo'rquv, tashvish, ajralish qo'rquvini kamaytirish, bolaning fantaziya va ijodiy tafakkurini rivojlantirish, o'z ichki dunyosini modellashtirish orqali o'zini anglashni kuchaytirish, so'z bilan ifodalay olmaydigan hislarni noverbal shaklda chiqarish, diqqati va sabrini shakllantirish. Navbatdagi psixoterapiya usullaridan ertak terapiyasi. Bolaning ichidagi muammolarni yechishga yordam beruvchi shablonlardir. Ertak terapiyasining maqsadi bolaning tasavvuri va ijodkorligini rivojlantirish, qo'rquv, tashvish va stressni kamaytirish, xulq-atvor masalalarini yumshoq tarzda hal qilish va o'ziga ishonchni oshirish. Navbatdagi psixoterapiya usullaridan biblioterapiya. Bu psixologik yordam turi bo'lib, kitob o'qish, matnlar tahlili va ular orqali hissiy hamda ijtimoiy muammolarni yengillashtirishni maqsad qiladi. Kitoblar, ertak, hikoya, she'r va hokazo shaxsning ichki dunyosiga mos ta'sir ko'rsatib, uni o'z his-tuyg'ularini anglashga, tushunishga va boshqarishga yordam beradi. Navbatdagi psixoterapiya usullaridan qo'g'irchoq terapiyasi. Bu bolalar psixologiyasida qo'llaniladigan samarali usul bo'lib,
bola o'z his-tuyg'ularini, qo'rquvlari va ichki muammolarini qo'g'irchoqlar orqali ifoda qiladi. Qo'g'irchoq bola uchun o'z o'rnida gapiruvchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Qo'g'irchoq terapiyasi emotsional holatni yaxshilashda, bola ichki dunyosini ochib berishda, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish, xulq-atvorni to'g'irlash, o'zini anglash va o'ziga ishonchni oshirish. Qo'g'irchoq terapiyasi qo'g'irchoqlar orqali hayotdagi vaziyatlarni sahnalashtirishda, hissiyotlarni boshqarishni o'rgatish, ijobiy xatti-harakatlarni mustahkamlashda, muammolarni hal qilish va ko'nikmalarni shakllantirish, bolaning nutqini rivojlantirishda hamda travmalarni yumshoq tarzda qayta ishlashdan iborat. Navbatdagi psixoterapiya usullaridan o'yin terapiyasi. O'yin maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyati bo'lgani uchun u psixoterapiyada tabiiy mexanizm sifatida ishlaydi. O'yin davomida inson hayotidagi biron bir xatti-harakatlarni tartibga solishi mumkin. O'yin terapiyasida bolalar ota-onalari bilan birga kelishlari, birgalikdagi o'yin faoliyatini amalga oshirishlari, bolalarning esa kattalarga yaqinlashishga va bir-birlarini yaxshiroq tushunishiga imkon yaratiladi. O'yin terapiyasining vazifalari. Bolaning yashirin kechinmalarini o'yin orqali ifodalashga yordam berish, agressiya, qo'rquv, rashk kabi emotsiyalarni yumshoq yo'l bilan chiqarish, konfliktlarni o'yin shaklida qayta ishlash, ijtimoiy rollarni o'zlashtirish, shifokor, oila, do'kon, o'yin va kommunikativ ko'nikmalarni mustahkamlash, mustaqillik va o'ziga ishonchni oshirish. Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixoterapiya usullaridan foydalanish bolalarning emotsional holati, ijtimoiy ko'nikmalari va psixik rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega. Bunday usullar o'yin, ijodiy faoliyat, musiqiy va harakatli mashg'ulotlar kabi bolalarga yaqin bo'lgan shakllarda amalga oshiriladi. Endi ko'p qo'llaniladigan usullar: o'yin terapiyasi, art terapiya, qum terapiyasi, musiqali terapiya, biblioterapiya va relaksatsion mashg'ulotlar bo'lib, ular bolalarning o'z his-tuyg'ularini erkin ifodalashiga, ichki tanglikni kamaytirishiga va ijobiy xulq shakllantirishga yordam beradi. Psixoterapevtik yondashuvlar bolalarning yoshiga mos, zarar yetkazmaydigan va tabiiy rivojlanish jarayonlarida moslashgan bo'lishi zarur. Shuningdek, psixolog, tarbiyachi va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik samaradorlikni yanada oshiradi. Umuman olganda, psixoterapiya usullaridan to'g'ri foydalanish maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom psixologik muhitni yaratib, bolalarning o'ziga ishonchi, mustaqilligi va emotsional barqarorligini shakllantiradi. Shuning bilan bugungi mavzumiz yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.